Qaranglar, qaynonamga qanaqa o'lib qoldi. Kelinni nima ish qiladi dedi? Reklamachi Instagramga reklamalab oladi. Asalligini qaranglar. Asal emasdir-ku. Jimin tarixiy kiyimlarda reklama olganman, pul beradi. Aylaning. Shu reklamani ham olaylik, zo'r chiqyapti. Shuni ichida o'tirishimiz shartmi, kelin? Qiziq chiqadi-da. Kimga shunaqa asal shalvarlar kerak bo'lsa, Bu ham asalmi? Hamma narsa asal ekan-da. bugun Oyjonning o'rtoqlari o'lib qolibdi, kayfiyatlarini ko'tarishga shokolad beramiz. Oyjon, Tomis ketganmisiz, kelin? 20 ming dollar olib qo'ydim-da. Muncha asal ekanmiz, kelin. Voy qo'shinjon, kelingiz reklama chekana, qizim reklama qilib bersin. Yo'q, mani kelinim unaqa narsalarni reklama qilmaydi. Qo'ying. Jigar, kelin qidirib yuruvdingiz, 35 yosh cho'tkisini topib qo'ydim-u. Kam chiqib, umuman go'sht yemas ekan. Asalligini qarang buni. Oyjon, g'avvoslar profilda reklama chiqdi, odamlarni qutqarishar ekan. Qanaqa reklama qilasiz endi uni? Bilmasam. Voy, qaranglar, Oyjon cho'kib ketdi. Agar sizlar uyingizda ham kimdir cho'kib ketadigan bo'lsa, g'avvos aka profiliga murojaat qilinglar, kelib qutqarib ketadilar. Hozir Oyjon montaj qilib olay, qaytaman. Kelin, normal narsani reklama qilsangiz bo'lmaydi. O'lib ketishimga sal qoldi. Nimani reklama qiling? Nexent ilovasi orqali Rossiyadan O'zbekistondagi barcha bank kartalariga hamda naqd pul ko'rinishida pul o'tkazsangiz bo'ladi. Hozir 15-noyabrgacha Nexent ilovasida Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazsangiz, Damas va qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Как раз videoga oldim, shuni qo'yib yuboraman, sizlar ham foydalaninglar. Oyjon, siz ham kiyimlar reklama qilsangiz bo'lardi-da. Boshidan qolsin, kerak emas. 10 ming beraman deyapti. Nima deyapti? 10 ming beraman deyapti. Nima deyapti? 10 ming deyapti. Nima deyapti? Mana ustimda ko'ylak asalligini qaranglar, challarni ham kiysa bo'ladi-yu buni.